Uzvalantex mas'uliyati cheklangan jamiyat qo'shma korxonasi. Korxona 20 avgust 2018 yilda tashkil topgan bo'lib, korxona rahbari Obidov Doniyor Xoliqjonovich. Korxona jun aralashmali mato ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Korxona Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, Burxoniddin Marg'iloniy ko'chasi 440-uyda joylashgan. Korxonada to'quv sexi, sifat nazorat sexi, pardozlash sexi, laboratoriya va qadoqlash bo'limlari mavjud. O'rnatilgan texnologik uskunalar Italiyaning Smith, Germaniyaning Donier, Shveysariyaning Stable kompaniyalari uskunalari va Xitoyning GA163C rusumli Snavalniy uskunasi o'rnatilgan. Mahalliy kadrlar Xitoyda malaka oshirib kelishgan. Sifat nazorat sexi uzoq vaqt va mehnat talab qilinadigan jarayon. Qo'l mehnatiga asoslangan xodimdan katta mahorat va tajriba talab qilinadi. Har bir qarich mato qo'lda sinchiklab, jami 3 marotaba nazoratdan o'tkaziladi. Mahalliy kadrlar 30 yillik tajribaga ega Xitoyning Jiangsu Huili Textile Ltd shirkatida malaka oshirib kelishgan. Shuningdek, 8 ta chet ellik ish o'rgatuvchi ishga yollangan. Pardozlash sexi matoga yuqori sifatni ta'minlovchi, korxonadan katta mablag', xodimdan esa mahorat va ko'p yillik tajriba talab etuvchi jarayon. Oliy sifatdagi mahsulot chiqarish maqsadida Italiyaning TMT, CAMI, Xitoyning Simanchain uskunasi o'rnatilgan. Korxona to'liq ish quvvatda ishlaganda kuniga 80 ming paganapetr mahsulot ishlab chiqariladi va bu mahsulotlar qo'shni davlatlardan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamda Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklari davlatlariga eksport qilinadi. Hozirgi kunda korxonada jami 25 ta to'quv uskunasi mavjud bo'lib, ulardan 20 tasi Turkiya, 5 tasi Italiyadan keltirilgan to'quv dastgohlari hisoblanadi. Korxonada xodimlar 3 smenada ish faoliyatini olib boradilar. Korxona xodimlari uchun 3 mahal issiq ovqat, transport vositalari hamda maxsus kiyim-kechaklar bilan ta'minlanishadi.